Uyimni oldida ham San Sebastian qiladi. Zarur misradan dastavka qilib yeyishga. Bizga shunaqa kommentariy kelibdi. Hozir sizlar bilan shu savolga javob beramiz. Bu San Sebastian Feyaniki. Bu esa boshqa do'kondan keltirilgan. Endi bularni birga solishtiramiz. Birinchi farqi hajmida. Maqtanishmasu, bizning Sebastianimiz anchagina katta. Ikkinchi farqi shokoladida. Biz do'kondan sotib olgan Sebastianning shokoladini mana bunday ichishga hisob berishdi. Soban bo'lmayapti. Bizning Sebastianimiz shokoladi esa har doim svejiy qilib quyib beriladi. Uchinchidan, eng muhim omillardan sanalgan narx masalasi bo'yicha. Mana bu San Sebastianni biz 30 mingdan sal qimmatroqqa oldik. Bizda esa shunaqa dobri shokoladlari bilan San Sebastianni 28 ming so'm evaziga xarid qilishingiz mumkin. Mazasiga biz emas, siz baho berasiz. Keling, tatib ko'ring va baho bering.